Tak, o'rtoqlar, bemorimiz yosh qiz, 40 ga to'lmagan hali, chap buyrak o'smasi aniqlangan. O'sma o'rta segmentdan chiqqan. Buyrak qo'shimcha va javob sistemasiga o'z ichiga olgan, ya'ni u bilan birlashib jipislashib ketgan. Shuni hisobga olgan holda, o'smaning kattaligini hisobga olgan holda, juda katta o'sma, 7-8 sm. Biz buyrakni butunlay olib tashlashni rejalashtirdik. Hozir amaliyotning eng muhim etaplari, bosqichlari, buyrak arteriyasiga klipsa qo'ydik. Hemolog klipsalarimizni endi buyrak venasini ajratyapmiz. Bitta-bittalar qon tomiri katta, xudo xohlasa shularga klipsa qo'ysak, marra bizniki. Keyin buyrakni olib chiqish